Assalomu alaykum. Biz hozir bolalarga o'ynaydigan oddiy slayim tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi kartoshka kraxmali 2 qoshiq, shampun 1 qoshiq, 1 qoshiq semichka yog'i. Hozir tayyorlanish jarayonlarini ko'rsataman. 2 qoshiq kraxmalimizni sovoldik. Endi kerakmas idishga qilib olamiz. Endi shampunimizdan to'kib olamiz. Aya nima qilib berasiz? Semichka yog'imiz 1 qoshiq soldik. Yaxshi aralashtirib olamiz bularni. Bir-biriga yaxshi qorishib kirguncha aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Burasa o'ynaydigan bo'ladi. Hozir tayyorlash jarayonlarini hammasini o'rgataman. Qanday chiqqanini ham ko'rsataman.